Do'stlar, bugungi videomizda ana shu Avalon konseynerida qo'shimcha isitgani tent bor deyishgan. Videoga sizlaring. Haqiqatda shu ichida tenti bormi yo'qligini sizlar bilan birgalikda konseynerda hamma joyini ochib, yechib ko'rsatib beramiz. Mana radiator qismini ham chiqarib oldik. Qo'shimcha tenti shu radiator tagida bo'ladi. Mana o'sha tenti ko'rib turganlaringda haqiqatan bor ekan. Qo'shimcha tenti qishda sovuq kunlarida konseynerda qiynalmasdan ishlashiga yordam beradi. Issiq rejimda yana ham yaxshiroq isitib beradi. Keyingi videolarimizda shu Avalon konseynerini ponli qanaqa ishlashini, yaxshi va yomon tomonlarini video qilib beramiz. Video yoqqan bo'lsa, kanalga like bosib, obuna bo'lishingizdan chiqmasin. E'tiboringiz uchun rahmat.